Mana hurmatli obunachilarimiz, bugun Iqbol akamiz tashrif buyurdilar mana. Yosh yillarda chalmagan klavshlari qolmagan ekan. 510 bormi, 500 bormi, yamahalardan turli-tuman chalib o'rgan ekanlar. Hozir endi tadbirkorlar, assalomu alaykum, Iqbol aka, Zumsa aka, kanalimizga obunachilarimizga bir tabrik so'zlar yo'llab qo'ysangiz, bir ikki og'iz gapirsangiz, shu bilan sekin programma qilamiz. Bu vodiyga ketadi, vodiyga jo'natamiz. Iqbol akamiz gapirishga uyalyaptilar. O'zlari xos tadbirkorlar. O'shaning uchun oldin yoshliklarda chalgan ekanlar. Har qanday klavishlarni chalib turib, uje to'ylarni gullatgan inson ekanlar. O'sha avtomat korobka 80% o'zi chaladi. Kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Bering. Iqbol aka, omon bo'ling akajon, buyursin. Rahmat. Sog' bo'ling. Akalarimiz ular yo'ldan charchab kelishdi. Gap yo'lagi. Bu ham bir o'zgacha kayfiyat. Uxlab yotishami bu o'zgacha kayfiyat. Iqbol aka. Tomondan birga. Mana kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Programma qilamiz. Ukamiz baraka topsinlar mana. Yosh avlod, ha? Jiyami bular? Ha. Baraka topsin. Yaxshi kunlik ishlating. Rahmat. Mayli, men o'ylaymanki, muxlislarimizni kayfiyatini ko'tardik degan niyatdamiz. Aka, programma qilamiz buni. Xudo xolasa sizlarni xursand qilib chiqarib yuboramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Kuzatuvni davom ettiringlar.